Iya, keling. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Nima yurish? Oldingizga yordam so'rab keldim aka. Nima yordam? Aka, uchta bola bilan ko'chada qolib ketdim. Uy olishim kerak edi, shunga qarz so'rab keldim. Qancha? 30 ming. 30 ming. Bo'ldi, beraman. Shartim bor. Qanaqa shart aka? Tilxat yozib berasan. Mayli aka. Mana. Yoz. Nima deb yozing? Men Umarov Umid o'z akamdan uy olish uchun 30 ming dollar qarz oldim. Va shu bilan birgalikda munosabatlarimizni uzdim. Yoz davomi bor. Bir qorindan talashib tushgan. Bitta nonni talashib yegan. Bitta kiyimni talashib kiygan kunlarim o'tdi. Ha, gapim yoqmadimi? Seni ham mendan qarz so'ragani yoqmadi. Bitta narsani esingdan chiqarmagin. Aka-ukalar o'rtasida hech qanaqa qarz bo'lmaydi. Hozir to'xtab tur. Mana menmi senga shonali uy. Rahmat aka. Nima muammoying bo'lsa menga aytgin. Bunaqa yurmagin. Sizni yaxshi ko'raman.